Bir qiz bo'lar ekan. Xunuk ekanda, rosa xunuk ekan. O'zi ham aynakka qarab qo'rqib ketar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalomni o'ta ham yaxshi ko'rar ekan. Rasulullohning sunnatlarini, so'zlarini jonidan aziz ko'rar ekan. Bu qizimga sovchi kelar ekanda, bunday ko'rib turib, ertasiga qaytib kelmas ekan. Qizni ko'rsatadi-yu. Bir kuni onasiga yig'labdi-da, ona debdi: "Meni sovchiga ko'rsatsangiz, ikkinchi qaytib kelmaydi, men yerga tiyolmayman. Meni bir orzuyim bor. Hazrat Payg'ambarim alayhissalom shunaqa deganlar. Erimga yuziga bir marta suv sepib uyg'otishga orzumandman. Keyin yolg'iz yashayveraman men. Meni ko'rsatmang" dermish-da. Sovchi kelibdi, ko'rsatmay bo'pti deb berishibdi uni. Borib haligi kuyov bola buni nimada ko'ribdi, chimildada. Ko'ribdi-yu, bir seskanib ketibdi. Desa, bu qiz nima dermish-dang? "Begim" debdi. "Mendan xafa bo'lmang. Men sizni ko'p ranjitdim. Bir orzuyim bor. Hazrat Payg'ambarim alayhissalom shunaqa deganlar. Sizni bir marta tahajjudga uyg'otsam, keyin meni talog'imni berib yuborsangiz roziman" degan ekan. Bu voqeani mana shu odam aytib beradi. Bu eri aytadi. Shu gapni eshitib Rasulullohga shunaqa muhabbatim qalbimdan toshib ketdi deydi. Odam shunchalik bo'ladimi? Bir hadisni deb o'zini fido qiladimi?